Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana xudo xolsa navbatdagi ishimiz bitdi. Voy deb begovatda qilgan ishimiz. Xo'p, darvozasini pokraska qildik. Inshaalloh juda ham chiroyli holatda chiqdi. Kraskalarni ham va ichkarida panjaralarni qilib berganmiz. Amaliy video yo'q qilib. Bitta ko'ramiz, ko'nni stilda juda ham qattiq sifat bilan kuchli mutaxassislar tomonidan yasalgan ishlarimiz inshaalloh. Ahamiyat beramiz panjaraga degan ham. Bu yoqlarga ham podvolga tushib ketishlarga qilib berganmiz va zinalarni qilib berganmiz, aylantirib. Xo'p, ahamiyat beradigan joyi kvadratlari ham 10 to'rlikda bo'lgan, o'rtalariga o'ziga moslab alyuminiydan qalitlarni qildirib quyib berganmiz inshaalloh. Stoykalar ham juda ham baquvvat o'rnagan, ko'rishlaringiz mumkin. Terasdan bolt yakali qilib, kelajakda yechilicha variantda baribir kraska bo'ladi. Shunday yechib osongina qilib olish uchun qilib berganmiz. Bu yoqda ham berganmiz inshaalloh, ko'rishlaringiz mumkin. Videoga ham bitta baho beramiz. Juda ham bir chiroyli hisob qo'ygan ekan, uchastkamizdan ekanmiz. Hammamizga nasib qilsa mana shunaqa uchastkalarda yashash.